Hammaga salom qizlar, qalaysiz? Tuzuk so'ramagan. Короче, bizani mahallamizda kuzgi bayram o'tkazib berishayotgan ekan. Sizlar bilan tomosha qilamiz, qani nimalar qilishgan ekan. Stol qo'yib qo'yishibdi. Keyin orqadan batutlar ko'rinyapti. Shunaqa qiziqib ketdik, seni bilaman. Borib qarasak, ikkita batutlar qo'yib qo'yishibdi. Stol yeb ichar uchun hamma narsalar qo'yib qo'yishibdi. Keyin esa xolamgilarni ham chaqirdik, jiyanlarim olib keling dedik. Keyin uni ham kelish yo'lda ekan. Keyin esa kelishdi, xolam aytdilar, pizza olamiz dedilar. Faqat biz uchun cheese pizza halolligi uchun biz hamma bolalar cheese pizza oldik. Bu yerda suv, ichimlik, chips, buterbrod, tuzanga, sho'rbotiring, sho'rsiz, mayonez, ketchup, qatiq, hamma narsagacha qo'yib qo'yishibdi. Bolalar mazza qilib o'ynayapti batutlarda. Bizani apartamentimizga Jo'xo'g'anam tashrif beribdilar. Mazza qilib soklar, qancha sok xohlasang mazza qilib ichdik. Keyin esa marojnichi ham keldi. Biz bilmagandik marojnichi kelishini. Va hamma bolalar laynga turdi marojni olish uchun. Keyin esa biz ham o'zimiz xohlagan marojnilardan tanlab oldik. Strawberry marojnidan xohladim men. Keyin esa Jo'xo'ga aytdilarki, raskrasa hamma kitoblar tekin olishinglar mumkin dedilar. Keyin esa biz ham o'zimiz xohlagan kitoblardan oldik. Hayvonli, raskraska, boshqa bolalar bo'yash uchun, bolani qiziqtirish uchun hamma narsa bor ekan.